Bilajian, sussanda sus shunday. Men sen yoshingda ikkita mashinam, ikkita xotinim, ikkita uyim bor edi. Sizlar shunday. Hozir qanaqa o'shalar? Jiyan, 93-yil pul sindi. Bankda edi, hammasi ketdi. Mudom bahona aytib shu siz to'g'ri. Tamam, size unutmasam olmaydi. Ha! Nimaga to'xtay? Hayda, tushundim. Hayda, ilchan ehtiyot qil. Hayda, ekspres. Nimaga bu jiyan? Bu yarim soat bo'ldi, gavna bo'ldi bu. Ha jonim, kelajagimiz uchun ishlayapman. Meraveni Dubayda qilamiz. Asal o'yini Vyetnamda qilamiz. To'y Ekvadorda qilasan. Bola xatoga yo'l qo'yganda begona odamlarning oldida, boshqa odamlarning oldida uni jazolash yoki so'roqqa tutishlik. Abdulloh aytadilar, tog'amni menga bergan tarbiyalari umrimga tatidi deydilar.